harakat qilaylik. Ayollarimizni o'qitaylik. Farzandlarimizni bugun kursga qo'yyapmiz-a? Onasi bilan birga qo'shib kursga qo'yaylik. Mayli ingliz tilini o'rgansin, mayli rus tilini o'rgansin. Mayli boshqa tibbiyot fanlarini o'rgansin. Ilm hech qachon insonga zarar qilmaydi. Farzandlarimizni ilmli, salohiyatli, tarbiyali va nazoratda bo'lishligini bu ta'minlaydi. Farzandimizga bugun qimmat oyoq kiyim shart emas. Ayolimizga qimmat to'yga borib, o'zini ko'z-ko'z qilib, baland atirlarni sepib, odamlarni shahvatini qo'zg'atishlik kerak emas. Qo'ying o'sha ikkita emas, bitta kiyimda, oddiy kiyimda yursin, lekin ibodatli va ilmli bo'lsin. Biz shu hayot tarziga o'taylik. Keling, bitta mashinamizni har yil almashtirmadik. Qimmat mashina minmadik deylik.